Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan uglevodlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Uglevodlar bular gidroliz xususiyati bo'yicha monosaxaridlar va polisaxaridlarga bo'linadi. Monosaxaridlar gidrolizlanmaydigan uglevodlar va polisaxaridlar gidrolizlanuvchi uglevodlar hisoblanadi. Demak, monosaxaridlarni biz uglevodlar soni bo'yicha trioza, tetroza, pentoza va geksozalarga bo'lib chiqamiz. Triozalarga biz misol qilib glitseraldegitni olishimiz mumkin. Tetroza va pentozalarga ham bo'linadi. Pentozalarga biz ribuloza va ksilozani olishimiz mumkin. Ya'ni bular ketopentozalar qatoriga kiradi. Aldopentozalar qatoriga qaysilar kiradi? Demak, bu arabinoza, ksiloza va riboza hisoblanadi. Undan tashqari geksozalar. Geksozalar 6 ta uglevod atomidan tashkil topgan uglevodlar hisoblanib, bular ketoza va aldozalarga bo'linadi. Aldozalar qatoriga glyukoza va galaktozani misol qilib olishimiz mumkin. Ketozalar qatoriga esa fruktozani misol qilib olishimiz mumkin. Bular monosaxaridlarning bo'linishi hisoblanadi. Polisaxaridlarning bo'linishini esa keyingi videolarda tomosha qilasiz.